Navbatdagi mashinamiz Gentra, e'tibor qilinglar. Material ustolarimiz yaxshi tushunadi. Klapani ochilib ketganiga e'tibor qilinglar. Shunisiz hozir qisilib qolganini ko'rsataman. Ikkinchisi ham mana. Xo'p, buni qilsam, ko'rsatib qo'yamiz buni. Ochilib ketgan, juda ham katta. Birinchi ko'rish portion ko'ramiz. Qisilib qolgan klapan. O'zi odatda portionda 4 ta klapan bo'ladi. Ikkitasi ochiq, ikkitasi yopiq. Ya'ni kiruvchi ikkita, ikkita chiquvchi bo'ladi. Mana qisilib qolgan mana. Patrlar ishlaydi, torchlar yaxshi emas, detonatsiyalar ishlaydi, siltanib ishlaydi. Birinchi portionimiz qisilib qolgan klapanlari, и 4-inchisi ochilib ketgan klapanlar. Keyin mana shu diagnostika programma, o'sha точный diagnostika programma, коробка motorlar, o'sha elektrik sistemani, установкалар, signalizatsiya, elektrik diagnostika proshkalar, bundan tashqari bron plyonka tonirovka xizmatlari. O'sha hamma xizmat bir joyda jamlashgan xizmat kerak bo'lsa, kelaverasiz. Ustalarimiz, yigitlarimiz juda ham ko'p, tas sotishadi. Bundan tashqari o'zimizga avto aksessuar do'konlarimiz mavjud. Xo'p. Sifatli bron plyonka, salon laminatsiya, sonzlashda plyonkalar, tushunmadingizmi? Avtomobil uchun to'g'ri tanlov naskar, ya'ni xalq tanlov deyman-ku. Barcha xizmatlarimizda mavjud. Inshaalloh bo'lsa, navbatdagi mashinamizga aylantirilgan kurgovoy tonirovkalar tortib beryapti. Aqlga tushirasiz. Thompson kurgovoy bo'lyapti, salon laminatsiya, undan tashqari sonzlashdalar bo'lyapti. O'sha motorlarga bron plyonkalar qilib beryapti. Tirnoqlar o'rganda qilmaydi, qilsa ham o'zini vaqtini qiladi. Bu tomonda Gentraga nimadir ish qilyapti, bu tomonda Damas'lar monitor, yangicha bamperlar anchagina ishlar qilyapti. Kechirishga qaramasdan, kimga o'sha xizmatlar kerak bo'lsa, kelaversa, sifatli qilib akvaryumni ishlatib beramiz inshaalloh xohlasa. Yo'ldan keyincha nomerlar qo'llaram, shunga to'liq ma'lumotlar olasizlar. Gentramizda klapanlari kelgan, ko'pchilik savol beradi. Haydab yursa nima bo'ladi? Yurib-turib motor deydilar. Xuddi shu mashina egalari hozir akamiz ham aytibdi. Davay haykalamayman, to'y soldan acha deydilar. Nima bo'ladi? Birinchi navbatda klapan, ya'ni 4-inchi ochilib ketganmi, porshunga bo'lib qayrilib yo sinadi. Sutib beradi-da, motor bo'ldi-yu, nimadan blokdan yorib chiqadi. Shunaqa holatda bo'ladi. Yo'q, o'sha shatuni sindiradi. Shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni yarasini katta qilasizlar. To'g'risi hamda bunisi qisilib qolgan va shu mashina detonatsiya bilan, ya'ni siltab ishlashiga asosan bu, ya'ni yopilib qolgan klapanlar. Bu so'zlar bilan nima demoqchiman? Birinchi navbatda mashinani olib keling, yaxshi yurmayapti. Diagnostika programma to'g'ri tanlov qilish, ya'ni to'g'ri vibr qilish kerak mashinani. O'sha aybini topish uchun, shunaqa ayblarni topish uchun bizda hamma apparatlarimiz mavjud, kameralar, proshkalar, kompyuterlar hammasi o'zimizda mavjud. To'g'ri diagnoz qo'yib beramiz inshaalloh to'g'risi. Albatta mashinani o'sha nima deydi, aybini joyida bartaraf qilish kerak. U aytadi-ku, muammodan qochsang muammo katalashib keladi. Muammoni joyida bartaraf qilish kerak. Mashina ham xuddi shunaqa aka. Chiftedizonta. Akam. Shahar oldin taksilardan akamiz.